kart elishni mashq qilish mashinasi. Bekasken. Qanday qoltishmikan? Bu-chi yangidan olgan kart elish taqtiyim. Mening kart elish taqtiyimmi? Bek esil, sağlık marka. Mening kart elish taqtiyimmi sizlarnikidan qilishmaydi. Daşın senin kart elish taqtiyingchi? Mening kart elish taqtiyim yo'q. Dadangizga og'izsiz bo'lmamdi. Men bildim, tushundim. Chunki u kart elishni bilmaydi. Og'aningmi foydasi yo'q. Kim shundoq deydi? Meni shundoq da'vatamsizlar. Men dadamga cho'qib og'iziman. Kart elish taqtisi bek qimmat. Dadam cho'qim ip bermaydi. Nima? Kart elishni o'rganamsan? Bu yaxshi ishkan-ku. Kart elish taqtisi bek qimmat. Siz ip beramsiz? To'xtab tur, Qara, mushundaq deydiganligingni bilib, men burunla ip qo'ygan. Mana ala. Men seni bu tanharakatni yaxshi ko'rmasmikin deb ansirgandim. Bu qitim o'zing aktivlik bilan o'rganaman deding. Bak yaxshi bo'ldi. Bek yaxshi bo'ldi, Daşın. Yaxshi bo'ldi. Biroq hozir qor yog'magan tursa, kart elg'ili bo'lmaydi. Dadasi, baya havo rayda uqtirdi. Bugun kecha qor yog'adi ekan. Yaxshi bo'ldi, kart elishdan bo'ldi. Shodinda tezman amal deyippa. Ular meni qasdan kart elishga opirib, meni yiqilg'inimni mazoq qilishmoqchi bo'lyapti. Hamsi kart elishni obdanroq mashq qilsanglar bo'ladi ekan-ku. Hozir qor bo'lmasa, Qor yoqqanda mashq qilmamsan. bu chaqda ben kechikib qolaman. Sana faqatla amal yo'q ekan. Menga beradigan biror narsang yo'qmi? Bu nima? Ichida kart elishni mashq qilish mashinasi. Mana mushundaq ustiga chiqib terisanglar bo'ladi. Tasma to'xtamasdan bir xil tezlikda cho'glaydi. Shuningga agishib terisanglar bo'ladi. Agar yo'nalishni o'zgartmoqchi bo'lsang, tasmami tang yo'nalishni o'zgartadi. Agar to'xtatmoqchi bo'lsang, mushundaq qilsanglar tasmami to'xtaydi. Bek qiziqarli ekan. Tez menga bera. Avval kart elish taqtisini obdan kaygin. G'ayrat qil. Ustiga chiqib teyilman. Yiqilib kelsangmi tasma cho'gilaveradi. Mashq qilmamsan? Bek qattiq qildim. Mashq qilmayman. Tez berib mashq qil. Bundaq zerikishlikda to'xtamay teyilishmek ma'nisizkan. Qor deganni-chi, go'zal qorliq dalda teyilsa yaxshi bo'ladi. Bu yerning muhiti faqat yaxshi emas ekan. Bo'ladi, sana muhitni yaxshilab beray. Bu qandoq ish Shodinda? Buni strolog tuyg'idan yasab chiqqan. Bo'ldi, tez berib mashq qilgin. U uskini yenimizdilar. Teyilgan vaqtda manzarami o'zgarib turadi. Yiqilib tushsang, qarda o'zining ichida qolasan. Bu qor faqat sovuq emas ekan. Qor teyilgandek bo'lmadi. Ondaq qor muzdek sovuq bo'lsa, ondan mashq qilsan, shundaqmi? To'g'ri. Sana faqat amal yo'q ekan. Men bu knopkani oldirib ishlatmayman. Endiga o'xshaganda. Nima degan sovuq to'g'lab ketdi? Men seni qo'ymayman. Bek sovuq ekan, berib sharpamni akilib olay. Sharpamni men akilib beray. Buni yegab davomli teylig'in. Shodinda meni qo'yvat. Qor teyilishni bilmasam hech narsa bo'lmaydi, shundaqmi? Mana bu eng cho'ng ojizlig'in. Qandaqli ish qilsang, atroq qiyinchilik uchirsanglar, u ishni qilishdan voz kechir ekansan. Mushundaq ketaversan, keyin hech qanday ishni vujudga chiqaramaysan. Uqdingmi, Daşın? Shodinda, sen asli menga bek kuyindi ekansan. Men senga tizilmay, rahmat senga, men eski meni kechirgin. Tushungan bo'lsanglar bo'ldi. Ma'qul, men tirishib yiqilishni mashq qilaman. Yo, qor teyilishni o'rganaman. Aşı yer şu. Qara. Qara Daşın, endi kart elishni o'rganib oldim. Qor teyilish bek ko'ngillikkan. Sen harakat qilg'ach shundoq, biroq men bek to'g'lab ketdim. Chunki men bek sovuqdan qo'rqaman. Sovuq havoni idutay, knopka mushiyadi xudayman.
Qalikish, bu uskuni shivirgan qilindi yo'qsa. Shodindang! Shodindang! Shodingdan qarning ostida qopti. Qutqizishga odam chaqiray. G'alitish, g'alitish. Qancha yugursam oldimga borolmayman-ku. Asli bu yer ochiq cho'ng emasdi. Qutqizinglar! Ustida varanchiroq bo'lib ketdi-ku. Ular zodi nima qilayotgandi? Qutqizinglar! Ishqillar zodi nima qilyapsizlar, ha? Qutqizinglar! Qutqizinglar! Bog'chida qar teyilish. Men ati taqqa qartayli qil borman. Qandaq yomon ekanman, ha? Hozir qar yog'imiz qandaq deyilsan, ha? Sendek bilimsiz odamlarga faqat amal yo'q. Biz kichik aeroplanga o'ltirib, bexay arladagi Shirishan teg'iga boramiz. U yerda qilin qarlar bor. U yerga berib, qongudak toza bir o'ynab kelsam, sizlarchi saqlab turinglar. Men ko'p suratlarga tushib, sizlarga ko'staman. Ish bo'ldi. Mana shu. Uning gaplariga hargiz pisand qilmayman. Shunda qilganing yaxshi, uning gaplarini unutib ketgin. Ha, shofuma. Men hozir tog'dagi mehmonxonada seltirib qartayli qil boramiz. Bu yerdagi qarlar bek yumshoq, bek rohat ekan. Sen qartaylishni bilmaysan, sho'ng bu gaplarni senga deyishning hojatimi yo'q? Ablah! Men bu qaror qildim. Men bu Shirishanga berib qartaylishni o'rganib kelmaydigan bo'lsam, Sen qar teyilishni bilmasang, u yerga berib nima qartaylishni qilasan? bilmagachga borman davotiman qulaylik ishini ol. Qulaylik ishik buzilib qoldi, ishlatgili bo'lmaydi. Ajba qar yoqqanda ko'pchilikni oldida men yuz tutsin demoqchimi? Bo'shliqni almashtirish mashinasi. Bu mashinani sen ishlatib bakmagan. Sana avval bir qatim ko'rsatib qo'yay. Bu bo'shliqni belgilaydigan bor. Bu bor bilan chambar sizimiz. Ondan keyin yaqinroq joyni tanlab sinab baqayli. Bu chambarning ichi to'xtayliqkan, bu zodi qoldiqish. Qo'yildiki yer bu yerga ko'chib chiqdi. Mushi bor bilan sizib qo'ygan doirni boshqa har qanday joyga almashtirg'il bo'ladi. Shirishan teg'ining ozroq qismini yo'tkab kelgili bo'ladi. Albatta bo'ladi. Cho'ngaroq sizg'in. Bo'shliqni almashtirish uskunnasida u yerning xaritasini topamiz. Yo'tkaydigan o'rinda kichik, shunga bu yerga mos keladigan qiypash yerni topayli. Shirishaniki qatilish maydoni. Yaxshi kelyapsan, burunqida kelmayman desang bo'lmaydi, juma. Xitob. G'ayrat qil. Tiyildim. O bek og'rib ketdi. Cho'qin eginaman. Dashon, ustida taraq-turaq qilib nima qilyapsan? Uyda qor telib yetibsan-ku, ha? Berib bu xatni silvatgin. Tez bo'l. Hozir nadimi xat sog'idek vaqtim bo'lsin, butun bedenim og'rib ketyapti. Ha, to'g'ri, xat sandiqni yo'tkab kelay. U chaqda sirqi chiqmasam bo'ladi. Shunda qilay. Avval bu shaharning xaritasini tepib chiqay, ondan keyin yo'tkab keladigan joyni chizib qo'yay. Ha, u yo'lning bo'yida. Xat sandiqi keldi, uyimizga kelganini qarshi olaman. Ha, bo'ldi. Qaytib kelsang bo'ladi. Endi opam meni qanday qishqa buyursa sirqi chiqmasam bo'ladigan bo'ldi. To'g'ri, maydon berib qarab baqay. Ha, bizni qildaytib o'ynayib ketgan-ku. Bu qanday joy endi, ha? Allah! Buni sen qaytirib bermayman endi. Ha, to'g'ri, Jinshan ko'rib baqay. Ha, Jinshan. Sizning nagi bog'ingiz bor. Men bu uskuni bilan sizni opirib qo'yay, chunki buning ichida dunyo xaritasi bor. Qanday? Uzoq bo'lsa men bu yerga boraman. Parijning Sansiri ko'chasiga bog'ingiz bor ekanda, chatoq yo'q. Faqat bir tol daraxt bilan kichkin yo'l ekan bu. Amal yo'q. Faqat u yerning ozroq qismini yo'tkab kelgili bo'ladi. Bu Amazon daryosi. Bu Himolaya tog' cho'qqisining bir qismi. Bu Afrikaning yaylig'i. Nima degan xatarlik. To'g'ri, biz dengiz soylig'i berib baqayli, qanday so'zib kelayli. Bek yaxshi bo'ldi. Men berib suv izish kiyinib kelay.
Men tek seni qarta elishni o'rganyapam dekin desam, yana qalaymagan ishlarni qilsan-da. Bunda kichik yerda qarta elishni o'rgansam tamg'il usib oldi ekanman. Degina qandoq mash qilaman? O'ylab baqsam gapingga to'g'ri ekan. Baladay kechdi san yordam qilib kangli shirishan teg'ini yo'tkab kelay. Ne yo'tkaysan? Tez o'rningdan tur. Shirishan teg'ini yo'tkaymiz. Ha, yerim kechida yotgandim. Yerim kechida yo'tkamasak hargiz yo'tkanmaymiz. Ne yo'tkaysan? Bo'pchiga. Bundaq chog'da bu yerda hech kim yo'q. Ala, bu bor. Men butun bog'chini shirishanga almashtirmoqchi. Shunga doirasini cho'ngroq sizayli. Ha, sizib bo'ldik. Bo'ldi, knopkani bosdim. Baqchi bir qandoq o'zgardi-ku. Hamma yaparkan. Men cho'q bir qora odam yo'qay. Yaxshi bo'ldi. Sen nimada ameliyat yıkılıp yürüysen. Şovdingdan yana sal kuni vaqandan keyin ondan mashq qilay bo'lamdi, ha? Bo'ladi, men mashq qilay. Sen bek qattiq talab qo'yib ekansan. Tutuldurunglar. Bu yerda yo'ldan ezib qolishimizni faqat o'ylamabdi ekan. Men endi mehmonxonaga qanday qaytamiz? Kasapti. O sayohatga boramiz deb turamagan bo'lsa, mushundaq ishmi bo'lmagan bo'ladi. Mendeki avrup perestlik. Qandoqla bo'lsin Tokioga qaytishimiz kerak, biroq atimi ishlaydigan tursam. Men tek ayollar birlashmasi uyushtirgan yig'inga qatnashmoqchi edim. Men atib maktabga boraman. Mashinaning ovozi-ku. Taksi ekan. Biz qutulgan bo'ldik. Bek yaxshi oldu, mehmonxonaga qaytalaydigan bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Bizni mehmonxonaga olib qo'ysangiz bo'pti ekan. Qayerdagi mehmonxonaga? Bunimi deyish ketamdi, Shirishandagi mehmonxonaga. Shirishandagi mehmonxona qayerda? Shuni mi uqmamsiz? Behayo orildiki Shirishan teg'idi bo'lmamdi. Efendim, u yerga berish uchun nurg'un pul ketadi. U yerga borasiz shundaqmi? Basingizda qanchalik pul ketsa mayli, tezmi? Tez. Men ochig'im qolmadi, endi tiyilmayman. Sen faqat savirchan emaskansan. Amsi uni asliga keltirdim. Tezroq bo'ling, tez. Chaplashqoq tanga. Nima degan ovorchilik, lekin chidimadim. Nima degan ovorchilik. Zodi qandoq qilsam bo'lar, bek beshim qotdi. Zodi qandoq qilsam bo'lar. Nimaga beshing qetib ketdi, dashu? Mening chidig'uchiligim qolmadi shodingdan. Senda mangmusam har qanday joyga bora oladigan uskuni yo'qmi, ha? Undaq narsa-ku bor. Chaplashadigan tanga. Choplashadigan tanga? Shundaq, bilamsan, dengizda yashaydigan bir xil chaplashqoq beliq bor. Uning dumbisida tangiga o'xshaydigan bir narsa bor. U shu narsani cho'ng beliqning qusug'iga chaplab oladi. U cho'ng beliqqa chaplashib hamma yerga bora oladi. Bu shu beliqning chaplashqa qantig'iga o'xshaydi. Buni dumbanga chaplab olib, boshqalarning dumbisiga chaplashib olsang, u seni boradigan yerga opirib qo'yadi. Qandoq osonmikan? Ha, mundaq ekanda, sinab baqaychi. Endi boshqalarga chaplashib olsam bo'lamdi. Shundaq, kimninkiga chaplashib olsang bo'laverdi. Ya, yuzimga nima chaplashib olma. Baqal piskanchimi? Yaxshi bo'ldi. Bekbayz bo'ldi ekan. Buni shiltiyversang o'rin bo'lib qolasan. Faqat bir kunlik shiltiman. Chunki bugun maktabimizda yugurish musobaqasi o'tkazganda yugurib bek yerib ketdim. Taslim o'tir. Sening faqatli bo'lmadi. Rahmat. Qulog'ining bek yaxshi bo'ldi. Sodiqxonaga kiray degandim. Men asaldan sendek o'rin odamni ko'rib boqmabdi ekanman. Bu narsa bek yaxshi ekan. Bu narsa bo'lsa har qanday ishni qilish bek oson ekan. Endi yaxshi bo'ldi. Kiray. Bula. Genroda. Yaxshi bo'ldi. Voy, mayda o'tga mang. Meni yo'q. Xayli tishqu. Mol. Bu yo'ldan saqlab tur.
sizden ben küçük ketdi bu hata sizin mi qandaq? Bek yaxşı oldu. Şadida, mankara. Siz u yerga kelsanda, tengini man qaytiribdi. Tengini man qaytiribdi. Abla, meni bozaq qilmoqchimi? Bu sening nima qilganing? Xayri xo'sh. Sen mushunda qilsang cho'qim yaxshi oqibat ko'rmaysan. Endi sen bilan ko'rim yo'q. Men dedim men. Men dedim. Men. Nima bo'ldi? Biz bayotdan zodi qaysimizdan tez yuguraydiganligini talashayotgan edik. Men sizlarni urushyaptam degan debdiman. Meni qo'rqitibdinglar. Qaysinglar tez yuguraydi ekansilar? Albatta men tez yugurayman. Bo'ladi. Biz mush yo'lni bo'ylab musobaqa qilib boqaylik. Zodi kim tez yuguraydi ekan? Tayyorlaninglar. Boshlanglar. Xo'sh, oldirma yugur. Oxirgi nuqtaga keldinglar. Bu mening eng tez yuguraydiganimni isbotlagandu. Sen ko'z bo'yamchilik qilding. Toshing, men sening yugurguningni ko'rmadim. Mening suratim bek tez bo'lg'achqa sizlar ko'rolmay qoldinglar. Aldamchi. Her qaysing meni aldamchi deb atamsa. Meni aldamchi deb tilab atamsizlar? Voy, g'alitli ish qo. Boya doshonni ko'rganda qilgandim men. Bu nimishdi? Nima degan rohat. Xubodek. Hey, Xubodek bir non qaypi. Ha, meni tilab atamsa. Nima bo'ldi? Ha? Deb tatmasdan aldım dili meni tilab atamsan. Bugun seni mo'shinchilik adablab turay. Bu qamlashmag'an. Nima degan qiziq, yana davomli o'ynaychi. Ha, yaxshi bo'ldi, bu yerda hech kim yo'q ekan. Ovozimni mashq qilib olaychi, ha? Boshlay. Men Xubodek, balalarning shoyi. Men Xubodek, balalarning shoyi. Men Xubodek, balalarning shoyi. Men Xubodek. Tashonzada nay ketgandi. Shodimdan. Sana nima bo'ldi? Buni sen qaytirib beraychi, xo'jaligim qolmadi. Seni qalaymagan o'ynama desam, unutdim.